bu ko'rik-tanlov Andijonda bo'lyapti. Biz mehmon do'stmiz, birinchi o'rinda mehmonni hurmat qilamiz. Aka chiqib gapirmadi o'zi, birda berdik. Siz ko'p gapiraverib uchta berdik. Kamtar bo'lib turib, indamay quchoqlab ketaveramiz. Indamay boramiz mana. Bosh vazirliklar ham e'tirof etib o'tgan, bu yerda ko'plab ham bor edi. Boya yuqorida biz G'ayrat bilan gaplashganimizdek, haqiqatdan Avlos ustozlarni yo'lini bersin, san'atini bizga bersin, ijodini bizga bersin. Bizda G'ayratda, Manda, Bahodirda haqiqatda zamonaviylik, hazillarni cover yo'nalishlari bor edi. Bahodirda parodiya taqlid bor. Bir vaqtning o'zida 3-4 ta millatni ko'rsatib berdi. G'ayratjon bo'lsa o'zini show anjancha hazillari bilan. Men bu O'zbek mahallasiga katta bo'lgan Misha bo'lib obrazda umuman nima deydi, uyat hazillardan tashkil topmagan repertuarlar bilan chiqdik.